Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftihar Abdurashid. Bugun payshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Dunyoning har qaysi yerlarida yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimiz vatani Sharq Turkistonga, shundaqla vatandagi urug' tuqqan do'st yaranlari va sevimli xalqiga bo'lgan cheksiz sig'inish Təlpiniş duyğusu içində 2025 yılını kütüb aldı. Dünya Uyğur Qurultayının rəisi Turğuncan Alavudin əpəndim yeni yıl münasibəti bilan 1 yanvar elan qılğan videoluq təbrik sözüdə Dünya Uyğur Qurultayı vakalatan vətən içi və sirtidəki bütün Şərq Türkistonluq qarindaşlarımızın yeni yılını qutluqlaydiganlığını ifadə qilish bilan birgə vətənimiz Şərq Türkistondakı Xitayning türmələrdə, jazo lagerlərdə Mecbur emgek meydanlarda azap oqibət çekivatqan, şundaqla müstəbil Xitay təcavüzçilərinin irqi qırğınçılıqqa duçar boluyatqan əziz xalqımızga Cenab-ı Allah'tan aman-esenlik tiləydiganlığını, şundaqla ularningmi haman bir kuni xuddi erkin dünya xalqlaridek xotirjamlik, hörlük və bəxt saadət içində yangi yilni təbriklashga muyassar boldiganligiga bo'lgan cheksiz ishonchisini va tilakini izhor qildi. Turg'unjon Alavudin əpəndim so'zda yana, garchi 2024-yili Rossiya Ukraina urushi İsrailiya Hamas to'qinishi, Amerika prezidentlik saylimi, Suriyada Asad hukumatining ag'dirilishi, Rojdestvo bayrami harpisida Germaniyada yuz bergan terror hujumi qatorliq zo'r hodisalar dunyo kun tartibini mashg'ul qilib olgan. Soxtapaz Xitoy hokimiyatining o'zining jinoiy qilmishlarini yushirish uchun ishki tashqi jihatda boshlagan atalmish Junxo gavdisi o'rtaq yangi barpo qilish, Güzel Şinjan barpo qilish, Şinjan hikoyasini yaxshi so'zlash degandek zaharlik tashviqotlari yuqori pallaga chiqqan. Yani şundaqla Xitayning muhaciratlik xalqimizga qaratgan chegara halqıgan bastırış siyosati avji ko'tarilgan intayin murakkab bir vaziyatga duch kelgan bo'lsaqmi, ammo Dunyo Uyghur Qurultayining xalqaro sahnalarda elib borgan keskin kurashlari, har qaysi ellardagi tashkilotlarimizning, siyosiy faoliyatchilarimizning va fidokor xalqimizning o'rtaq tirishchanligi natijasida Uyg'ur masalasining davomli BDTning umumiy yig'inlarida, BDT bexatarlik kengash yig'inida, BDTning kishilik huquq oliy kengashida, Yevropa ittifoqi, Yevropa parlamenti və Amerika başçılığındakı g'arb əllərinin parlamentlərində bolsun köp qitim tilga ilinganligini, Uyğur irqi qırğınçılığı məsələsinin xalqaro kishilik huquq təşkilatlarının mühim kun tərtiblərinin birisi bo'lib kelganligini ta'kidlab o'tdi. Turg'unjon Alavudin əpəndim təbrik so'zda yana yangi yil munosabati bilan Uyg'urlarga ko'ngil bo'lib kelgan hukumatlarga, parlamentlarga, xalqaro organlarga, xalqaro kishilik huquq tashkilotlarga va chet ellik do'stlarga Uyg'ur xalqi nomidan rahmat aytadiganligini, yana shundaqla Uyg'ur da'vosi uchun fidokorlik ko'rsatib kelgan har qaysi ellardagi tashkilotlarimizga, siyosiy faoliyatchilarimizga va avom xalqimizga qurultay nomidan minnatdorlik bildirganligini ifoda qildi. Turg'unjon Alavudin əpəndim so'zining oxirida ta'kidlab mundaq dedi: "Hammamiz ilgirki o'zaro adovat, ziddiyat va ixtiloflarni tamoman kallimizdan saqit qilib, vatanda zulm ichida jon talishayotgan xalqimizning hurligi va ozodlik uchun milliy kurash yo'limizda birlikda ilgirlayli. Muhacirat yashayotgan bütün qarindoshlarimiz bu bir yil ichida har zamon vatan ichidagi xalqimiz bilan bir tan, bir vujud va bir nafas bo'lib, ularning qayg'usiga o'rtaq bo'layli. Shuningga ishonchim komilki, hammaga qodir Allohim biz Sharq Turkiston xalqiga hamon bir kuni erkinlik, hurlik va baxt saodat ichida yashaydigan xosiyatli kunlarni nasib qilg'isi." Onundan başqa yana Amerika Uyg'ur jamiyatining tashkillashi bilan 2025-yilni kutib olish faoliyati 2024-yili 12-oyning 31-kuni Virginia shtatidagi bir mehmonxonada mol mazmunliq san'at nomerlari, yangi umidlarga to'lgan tilaklar bilan nihoyat qizg'in kayfiyatda o'tkazildi. Faoliyatga Amerikaning Virginia shtatida yashayotgan Uyg'urlarni asos qilgan holda Amerikaning boshqa shtatlardan kelgan Uyg'urlar va boshqa davlatlardan kelgan Uyg'urlardan bo'lib necha yuzlagan kishi qatnashdi. Bu qatimqi faoliyatga Qozog'istondan kelgan naqshchi va muzikant Saniya Ismoil, Shvetsiyadan kelgan sozanda va naqshchi Muxtar Abdukerim Jonbaz qatorliqlar qatnashgan bo'lib, ularning yuqori saviyada o'rnagan xalq naqshlari, vatan, yurt temisidagi ijodiy naqshlar, jumladan kishilarning ro'yiga oziq beradigan ma'nilik, jangovar naqshlari so'rin ahlining qizg'in olqishiga sazovor bo'ldi. Onundan başqa yoshlar va o'smirlar o'rinlagan har xil nomerlarmi so'rinning kayfiyatini jonlantirdi hamda milliy madaniyat va san'atning muhojirat muhitida davomli gullab yashnayotganligini ko'rsatdi. Bu faoliyatda yana Amerika Uyg'ur jamiyatining o'tgan bir yillik xizmatlari eslab o'tildi. Shundaqla töhbkorlarga mukofot taqdim qilindi. Amerika Uyg'ur jamiyatining raisi Alfidar Iltabir so'z qilib, Uyg'urlar Xitoy tarafidan irqiy qirg'inchilik va madaniyat qirg'inchiligiga uchrayotgan bugungi vaziyatda
Uyg'urlarning ro'yini bir yerga mujassam qila oladigan mushundoq ko'ngillik uchrashish, mol mazmunliq madaniyat san'at faoliyatlarini o'tkazib turishning muhimligini yana bir qatim ta'kidladi. Yillardan buyon Amerika Uyg'ur jamiyati Uyg'ur jamoatining umlik ittifoqligini ilgari surishga, ro'yini o'stirishga turtki bo'ldigan, ko'n yilni uzitib, yangi yilga umidvorlik bilan kirishga vasila bo'ldigan bundaq yangi yil faoliyatlarini davomlashtirib kelmoqda. Bu faoliyatlar jamoatning va bir qism aktiv shaxslarning fidokorligi, moddiy va ma'naviy qo'llash asosida vujudga kelmoqda. Dunyo Uyg'ur qurultayining sobiq bosh maslahatchisi, elga to'nilgan jamoat arbobimiz, yozuvchi va jurnalist Rizo Samidi apandimning 2024-yili 12 oyning 29 kuni kasallik sababidan Olmuti shahrida 86 yoshida vafot bo'lganligi xabari chet ellardagi bo'libmi Qozog'istonlik Uyg'urlarni cheksiz azoblandirdi. Dunyo Uyg'ur qurultayining bu munosabat bilan e'lon qilgan ta'ziyanomsida mundaq deb ko'rsatildi. Mərhum ustazımız Rizo Samidi muhaciratdagi butkul qarindoshlarimiz, bo'libmi yoshlarimiz ulgilishga tegishlik, yuksak irodelik, qaysar, o'zining sharafli g'oyasidan va nishonidan aslo voz kechmagan, toki tiniqining oxirigacha milliy kurishimiz uchun xizmat qilgan milliy da'voyimizning g'olliq turiklarining biri edi. O'rta Osiyodagi bo'libmi Qozog'istonlik Uyg'urlarning milliy alayidliklarini va haq-huquqlarini qo'g'dab qilishda intayin muhim rol o'ynab kelgan Rizo Samidi apandim Dunyo Uyg'ur qurultayining eng asosli qo'llovchilarining biri edi. 2017-yili Germaniyaning Myunxen shahrida chaqirilgan 6-navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultayida Rizo Samidi apandim shu vaqtdagi qurultay raisi Dolqin Isa apandimning bevosita nomzod qilib ko'rsatishi va qurultay vakillarining birdek ma'qulligi bilan 6-navbatlik qurultayning bosh maslahatchiligiga tayinlangan edi. Mərhum ustozimiz Rizo Samidining vafoti millatimiz va milliy kurishimiz uchun zo'r bir yo'qotish bo'ldi. Biz mərhum ustazımız Rizo Samidini her zaman cheksiz sevgi ve sevginish ichida yod etamiz va mərhum ustazımızning kurash irodasiga varislik qilib, Uyg'ur xalqi toki milliy mustaqilligini asli keltirgan qadar kurishimizni qat'iy davomlashtiramiz. Mərhum ustazımızning yotgan yeri jannatda bo'lsin. Rizo Samidi 1938-yili may oyida G'o'lchi shahrida dunyoga kelgan. U 1956-yili o'rta maktabni tamomlab, shu yili Urumchi pedagogika institutining filologiya fakultetiga o'qishga kirdi va uni 1959-yili tugatdi. Rizo Samidi 1961-yilning may oyigacha 2-o'rta maktab, shu vaqt ismi bilan Umid maktabida muallimlik qildi va shu yili iyul oyida Olmuti shahriga ko'chib keldi. Rizo Samidi 1968-yilgacha O'zbekiston va Qozog'istondagi Uyg'ur tilida anglatish beradigan radio sohasida diktor bo'lib ishlaydi. 2002-yili sharaf bilan dam olishga chiqqan bo'lib, dam olishga chiqqandan keyinmi Uyg'ur xalqi uchun tegishli xizmatda bo'lishga tirishib kelgan edi. Dunyo Uyg'ur qurultayining maslahatchisi, tonilgan siyosatshunos va tarixchi Qahramon G'o'janbardi apandi bu munosabat bilan Erkin Osiyo radiosi qilgan so'zida mundaq deb ko'rsatdi. Rizo Samidi eng avval 1992-yili qurilgan Cumhuriyetlararo Uyg'ur ittifoqi hay'atining a'zosi bo'lgan. Shuningdan buyon bu tashkilot orqali vatan davosini Qozog'istonda va O'rta Osiyoda anglatishga aktiv qatnashgan. U qurultay qurilganda aktiv faoliyatda bo'ldi. Rizo aka vatani cho'ng bo'lganlikdan vatan davosini yaxshi biladi. Shuning uchun qurultay qatnashib, yaxshi faoliyatlarni olib bordi. Klassik yozuvchimiz Ziyo Samidi haqidagi ko'p narsalarni men Rizo akaning fikrlaridan o'rgangan edim. Qahramon G'o'janbardi Rizo Samidining Samadilar jamiyatining a'zosi sifatida Dunyo Uyg'ur qurultayida aktiv xizmat qilganligi, shuningdek uning Qozog'iston radiosining muxbiri sifatida Uyg'ur davosi temasida ko'plagan suhbatlar uyushtirganligini ta'kidladi. Rizo Samidining singlisi Biliqiz Samidi xonim bu vaqt qilgan so'zida aksi Rizoning mərhum dadisi Ziyo Samidining izini besib, Uyg'ur xalqining milliy kimligini saqlab qilish yo'lida ko'plagan ishlarni qilganligini, oila ichidami bu vaqtda pat-pat suhbatlarning bo'lib turganligini eslaydi. U bu vaqtda mundaq dedi: Uyg'ur davosi to'g'riliq suhbatlashatdik. Akam Yevropada va Amerikada bo'layotgan Uyg'ur jamiyatlarining ishlari to'g'riliq so'zlab beradi. Shu yerda ishlayotgan va o'qiyotgan yoshlar haqida gaplashatdik. Akam yaxshi yerlarda ishladi, nurg'un xizmatlarni qildi. 1961-yili vatanimizdan chiqqandan buyon 2-3 yil Uyg'ur maktablarida muallimlik qildi. Ondan keyin 3-4 yil O'zbekiston va Qozog'istonning televiziya radio sohasida diktor bo'lib ishladi. Ondan 1968-yildan boshlab 20 yillik Moskvada Sovet televiziya radio komitetining tinchlik va taraqqiyot
27 dekabr kuni Merkez Anqaradagi Azofli ijtimoiy yordam va madaniyat jamiyati nomidagi tashkilotning uyushtirishi bilan Türk dunyosi va Türk madaniyatiga tuhfa qo'shganlarni mukofotlash marosimi uyushtirildi va Turkiya Cumhuriyeti raisining bosh maslahatchisi Yalchin Topchi, Anqara universiteti professori Uyg'ur ziyoli Erkin Ahmad qatorliq Türk dunyosining har qaysi joylarida Türk dunyosi uchun tuhfa qo'shgan munavvar shaxslardan 35 kishiga mukofot berildi. Mukofotlash marosimida so'z qilgan Azofli ijtimoiy yordam va madaniyat jamiyati raisi advokat Arzuman Azofli apandi bu mukofotning ahamiyati to'g'risida to'xtalib, Türk dunyosining birlik va barobarligining muhimligini o'ttirib qo'ydi va buningda Turkiyaning aktiv rol olishi kerakligini ta'kidladi. Mukofotlash marosimida so'z qilgan Turkiya Cumhuriyeti raisining bosh maslahatchisi Yalchin Topchi apandi Türk dunyosi uchun tuhfa qo'shib dunyodan o'tgan Ismoil Gaspirali qatorliq bir qancha muhim shaxslarni xotirlab o'tdi va mundaq dedi: "Men 15-16 yosh vaqtimda tilda, fikrda, ish harakatda birlik degan ideyani o'ttirib qo'yib, hayotini Türk dunyosi va Türklarning birlashishiga beg'ishlagan bovimiz Ismoil Gaspiralining ideya qarashlariga muyassar bo'ldim. Bu ideyani ro'yobga chiqarish bizning hayotimizning ulug' g'oyasi bo'lib keldi. Ömrümizning oxirigacha bu ideya tushunchani amaliyotga oshirish uchun tirishchanlik qilaman. Meni mushundaq sharafli mukofotga munosib deb qargan Azofli ijtimoiy yordam va madaniyat jamiyatining raisi Arzuman Azofli apandiga ve idare heyet rehberlerine rahmet eytimen. Yalchin Topchi apandi so'zda yana Mustafa Cho'qayni eslab, 1941 yılı 12 ayının 27 günü vafot bo'lgan ve sürgündeki her bir Türk'nin iki vatani buludu. Birincisi öz tug'ilgan zemin, ikincisi Türkiye'dir degan so'zning egisi Türkistan Milliy Hareketining lideri Qozoq Mustafa Cho'qayni, Türk dunyosining bütün şehitlerini, Türk dunyosi uchun tuhfa qo'shgan davlat arboblarini ve bütün munavvar shaxslarni oliy ehtirom bilan eslaymiz. Ruhlari shod, yotgan yerlari jannatda bo'lsin dedi. Yig'in riyosatchisi Uyg'ur ziyolisi professor doktor Erkin Ahmadning Türk dunyosiga aloqador 8 kitob va nurg'un maqol yozganligini tilga oldi va sahnaga taklif qilib mukofotni taqdim qildi. Azofli ijtimoiy yordam va madaniyat jamiyatining raisi Arzuman Azofli apandi bu mukofot to'g'risida to'xtalib mundaq dedi: Azofli ijtimoiy yordam va madaniyat jamiyati bo'lish sifatimiz bilan biz qurilgandan buyon Türk dunyosiga xizmat qilishni ve Türk dünyasıga münasebetlik tədqiqatlarını elib berishni maqsad qilib kelyapmiz. Jamiyatimiz Türk dünyası ve Türk medeniyetiga münasebetlik programlar uyushtirishni izchil davomlashtiryapmiz. Bu jihatda biz Türk dünyasıga xizmat qilgan ve tuhfa qo'shgan kishilarga sal qaralmaslik ve ularning tuhfasi, irodasi ve tirishchanligini qadrlash uchun cho'ng ish qilolmasaqmi bu mukofotlash yig'inini uyushtirishni muvofiq ko'rdik. Albatta, professor Erkin Ahmad ustozning asarlari va uning tirishchanligiga sal qarashqa bo'lmaydi. Biz uning tuhfasi va xizmati uchun rahmat aytamiz. Arzuman Azofli apandi Uyg'urlar to'g'risida to'xtalib mundaq dedi: "Men asli Ozarbayjondan bo'laman. Ozarbayjonda nurg'un kishilar Sharq Turkiston haqida umum ma'lumotga ega. Biz Sharq Turkistondagi Uyg'ur xalqi uchrayotgan zulmni va yuz berayotgan vahshiylikni obdan bilamiz. Baxtga qarshi bu masala Turkiyada biroz nazardan saqit qilingan ahvolda bo'lib, axborotlarda va ijtimoiy jamiyatda ko'p oydinlashtirilmayotdi. Qandaqla bo'lmasin, Türk dunyosi bilan aloqasi bor kishilarning ko'pinchisi Sharq Turkistondagi zulm to'g'risida ma'lumotga ega bo'lib, Uyg'urlarni yaqindan qo'llaydi. Arzuman Azofli apandi o'zining to'liq o'tir maktabda o'qiyotgan chog'larida Uyg'urlar masalasini marhum Aysa Yusuf Alptekindan anglagandan boshlab bu masalaga diqqat qilib kelayotganligini ta'kidlab mundaq dedi: "Men o'qish chog'larimizda Aysa Yusuf Alptekin bilan ko'rishish va uning Istanbuldagi programmalarga qatnashish fursatiga erishgan edim. Men 17-18 yoshdan boshlab Sharq Turkiston masalasi va u yerda yuz berayotgan hodislardan ma'lumotga ega bo'ldim. Keyin o'zim tadqiq qilish orqali u yerda yuz berayotgan ziyonkashliklarni qayg'u bilan kuzatib kelyapman. Biz Sharq Turkistonni balduroq mustaqil bir davlat bo'lib o'tirg'i chiqishni umid qilamiz. Biz Xitoyning Sharq Turkistonda yashaydigan qarindoshlarimizni yo'qotish va irqiy qirg'inchilik ilib berish qilmishlarini ayiblaymiz. Allohning u qarindoshlarimizni qo'g'dishini va ularning milliy mustaqillik kurashida muvaffaqiyat qozonishini umid qilamiz. Erkin Ahmad apandining uzun yillik septishi va do'sti, Dunyo Uyg'ur qurultiyining sobiq raisi Dolqin Aysa apandim bu munosabat bilan stansimizning ziyoratini qabul qilib mundaq dedi: Dostum, septishim Profesör Doktor Erkin Ahmad efendimning Türk dünyası ve Türk medeniyetiga tuhfa qo'shganlar nomli mukofotga erishganligini anglab intayin xursand bo'ldim, qizg'in tabriklayman. Haqiqatan joyida berilgan bir mukofot. Profesör Doktor Erkin
Ahmet Efendi uzun yıllık dostum buluş süptü bilen onun Türk dünyası için cümleden Türkiye'de Uygur davasının, Uygur tilinin, medeniyetinin yayılışı, kengeyişi için qanchalik hizmet qilganligiga men özüm bizzat şahit bo'lgan bir adam. Bugün Türkiye'de Uygurca so'zlaydigan onlarca Türkler, Türk professorlar, yoshlar, o'quvchilar bo'lgan bo'lsa, bularning mutlaq ko'p qismi mushu doktor Erkin Ahmetning o'quvchilari deyishga bo'ladi. Ankara Üniversitesi'nin Türk Tilleri Fakültesi'nin Uygur Dil bölümünde mushu vazifani üstüge elib profesörlük kıvatkan onlarca yıllardan bu yan hakikaten nurgun yaşlarını yetiştirip çıktı. Bunda bir dostumның boğallıqıdan Uygur davasının, tilinin, medeniyetinin Türkiye'de ilim sayesinde keng dairede tanış için bir kısım Uygur meselesi köngül bildiğin yaş Türk faaliyetçilerinin, aktivistlerinin, ilim adamlarının yetişip çıkış için ecir kılgan. Bunda bir dostumның boğallıqıdan gurur kılman, mübarek olsun. Hürmetli körümenler, yukarıda diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduk. Kelər qıtımlıq sanımızgıca görüşkiç aman bolğaysızlar. Stansımızın YouTube kanalıga a'zo bo'lishni unutmang. Xeyr xo'sh.